Yaqindagina bitta akam o'zini yaxshi bitta noutbugini sotib oldilar. Nimaga deb so'rasam, "Shoh, bilasan, o'zi ofisda ishlayman, ofisimga katta bitta o'zimga stolni kompyuter terdirib qo'yganman. Hamisha o'shanda qilaman. Lekin baribir ham ofisdan tashqarida ishlarim chiqib qolyapti, shuning uchun qulay bo'ladi, yengil bo'ladi deb noutbuk sotib olgandim. Lekin baribir ham anchagina og'irlik qilyapti, hamma joyga o'zim bilan olib keta olmayman. Noqulay juda ham deyaptilar. Aynan mana shu narsani yechimini ozgina qidirib ko'rdim va u izlab aynan men bugun sizlar uchun Asus ZenBook A14 noutbugini olib kelganman. Даже 1 kilo ham chiqmaydi. Atiga 980 gram. Aynan bugungi videomizda mana shu toychog'imizni obzorini qilamiz. Kelinglar endi noutbugimizni o'zida ichidan nimalar chiqadi, bitta unboxing qilib ko'rib olsak. Xo'sh, shu joyni o'zida tako ochib ko'rib olamiz. Nimalar chiqar ekan? Tak. Oppana, men birinchi navbatda noutbugimizni o'zini ko'rdim. Kelib buni taqib turamiz пока что. Noutbugimizni pastga olib turamiz korobkasini. Birinchi navbatda noutbugimizni o'zi chiqib keldi. Yon tomonlarida aynan mana shunaqa qistirib qo'yishgan. Bular hozircha bizga kerak yo'q. O'tiramiz. Noutbugimizni o'zi o'rtalab. Buni sal keyinroq ochib ko'ramiz. Bitta narsa qolib ketgan, aynan ana shu oxirgi bu zaryadkamiz hisoblanadi. Kelin zaryadkamizni ichidan nimalar chiqadi bitta ko'rib chiqsak, qanaqa ochilardi o'zi ko'rib oling. Bo'ldi. O'zimizga qaratib ochilar ekan. Opana. Xo'sh. Birinchi navbatda zaryadkamizni o'zi va adapterimiz chiqib keladi. Aynan adapterimiz 90 vatli va kelib buni pastga olib turamiz. E'tiborli tarafi noutbugimiz aynan Type-C bilan zaryadka oladi. Lekin bu degani o'zingizlarni Type-C zaryadkalar bilan telefoningizlarni Type-C zaryadkasi bilan zaryadka oldirishinglar mumkin degani emas. Maslahat beriladi, baribir ham o'zini original zaryadkasi bilan zaryadka qildirganim. Vay. Lekin material, просто korobkani o'ziga mazza qo'rdim, maro. Xo'p, qani. Opana. Mana. Xo'p. Qo'yib turamiz o'rtaga. Buni tak. Qanday olsak bo'ladi? Kelib buni akkuratno tako. Avval ochib yurmayman, bilasizlarmi? Shuning uchun ozgina bilinib qoladi, nima. Ashtan tako. Bunday qilib qoliplarni olsak, ishlab ish bo'lib ketadi shu bilan. Kelinglar birinchi navbatda noutbugimizni ko'rinish jihatdan bitta baholab olsak, bittada ishlatib ko'rganingizda уже his qilasizlar. Aynan korpusimizni yengilligi va noutbugimizda anchagina ixchamligini. Korpusimiz alyuminiy materialdan, ya'ni alyuminiy va keramikani aralashmasi, ya'ni qorishmasidan iborat bo'lib, umuman barmog'ingizda qolmaydi, chizilmaydi va anchagina chiroyli teksturaga ega hisoblanadi va ish stolingizda ham unaqa katta joyni olmaydi. Ish stolingiz kichkinagina bo'lsa ham anchagina noutbugimiz ixcham, bemalol foydalansanglar bo'ladi. Va atrofdagilar ham bittada nazar tashlaganda haqiqatan ham premium klassdagi noutbukligi bittada bilinib turadi. Qalinligi juda ham ingichka, ya'ni 15-9 mm ni tashkil qiladi. Bu albatta barmoq qalinligi bilan bir xil tasavvur qilyapsizlar. Va og'irligi boya aytganimdek 980 grammni tashkil qiladi. Bu albatta juda ham yengil. Bu o'zingizlarning farzandingiz uchun ham va agarda o'zingiz uchun sotib oladigan bo'lsanglar, ishga, o'qishga, universitetga ko'tarib ishlatib yurgani anchagina qulay va yengil. Hech qanaqa og'irlik his qilinmaydi. Shohi baribir ham bu noutbukni o'zing aytgandek universitetda, o'qishda, ishda yo bo'lmasam har xil sharoit va vaziyatlarda ishlatish mumkin. O'shanaqa joylarda menga mustahkamligi muhim. Qanaqa yangiliklari va qulayliklari bor desanglar, aynan ZenBook A14 noutbugimiz harbiy standart MIL STD 810H sertifikati bilan ta'minlangan. Bu albatta o'sha mustahkamligidan dalolat beradi. Umuman shubhalanmasanglar ham bo'ladi. Xohlagancha safarlarda, o'qishlarda, ishlarda hech qanaqasiga mustahkamligidan shubha qilmasdan bemalol maza qilib ishlatasiz. Displeyimizga keladigan bo'lsak, bu yerda 14 dyuymlik Asus Lumino OLED displeydan foydalanilgan. Razresheniyasi 1920 ga 1200. Full HD 60 Hz ni qo'llab-quvvatlaydi. Maksimal yoritishi 600 nitni tashkil qiladi va ekranimiz
DCI P3 texnologiyasiga ega. Bu o'zi nima desanglar, aynan ko'p ta'kidlaganman, aynan mana shu texnologiya raqamli kinoteatrlarda ishlatilinadi o'rtoqlar. Va Phantom sertifikatiga ega bo'lganligi uchun ham og'ir ranglarni ham juda ham aniq, tiniq sizlarga ochib bera oladi. Bu albatta kino ko'rganinglarda yoki montaj qilganinglarda anchagina qo'l keladi va bilasizlar, aynan OLED displaylari qora ranglarni qanaqadir kul rang, boshqacha ranglamasda tiniq qora qilib ochib beradi o'rtoqlar. Va ko'zga zararli nurlarni 70% gacha to'liq yo'qotib beradi. To'g'ri, avvallari ham displeylarimiz unaqa yomon bo'lmagan, o'zi ko'zga zarari juda ham kam bo'lgan, lekin aynan mana shu narsani ham 70% gacha zararni kamaytirib tashlashgan. Bu albatta aynan student, o'quvchilar yoki bo'lmasam ishli odamlar aynan notebookda ko'p vaqt davomida ishlatadiganlar uchun ko'zi uchun va o'zini sog'lig'iga anchagina foyda beradi o'rtoqlar. Nano Edge dizayni tufayli ham aynan mana shu ramkalarimiz juda ham ingichkalashtirilgan. Aynan bu ekranimizni 90% gacha yetkazib bergan. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, aynan mana shu ramkalarimiz 10% ni tashkil qilsa, 90% ekranimizni o'zi. Bu albatta ixcham ko'rinadi va displeyimizni anchagina kattaroq ham ko'rsatib beradi. Endi notebookimizning texnik imkoniyatlari va AI funksiyalarini sizlarga gapirib bersam. Birinchi navbatda, albatta notebookimizni yuragi bo'lmish protsessori Snapdragon X 8 yadroli 28 wattlik quvvatga ega va energiya sarfini anchagina kamaytirib beradi. O'zi bu borada bilasizlar, Snapdragon protsessorlari energiyani anchagina yaxshi tejab beradigan protsessorlardan hisoblanadi va ichida maxsus 45 Hz gacha ishlab beruvchi Qualcomm AI Engine mavjud. Bu aynan AI bilan ishlaydigan funksiyalarni to'g'ridan to'g'ri internetga chiqmasdan notebookimizni o'zidan bajarsanglar bo'ladi. Mana masalan, Co-Creator, Paint Restyle va Recall kabi ilovalarni hech qanaqa internetsiz to'g'ridan to'g'ri shunday notebookimizni o'zida bajarib tashlaysizlar. Bu narsa menga qanaqa foyda beradi desanglar, birinchi navbatda internetga qaraganda ishinglar anchagina tez bitadi, qulay bitadi va anchagina xavfsiz. O'zingizga muhim bo'lgan hujjatlarni hech qanaqa internetga chiqarmaysizlar. To'g'ridan to'g'ri o'zingizlarning notebookingizda hamma ishinglar hal bo'ladi. Va maxsus Keyboard tugmachasi orqali sizlar o'zingiz uchun AI yordamchini chaqirsanglar bo'ladi. Bu orqali ichida ko'plab sizlarga foydasi tegadigan funksiyalar mavjud. Va mana masalan qanaqadir rasmiylarni yoki qanaqadir maxsus fayl hujjatlarni bir hafta oldin ko'rgan bo'lsanglar, aynan notebookimiz, aynan Recall ilovasi eslab qoladi, ko'rib oladi va sizlar qidirayotgan paytingizda bittada sizlarga qidirib topib beradi. Bu albatta muhim hujjatlar bilan ko'p ishlaydigan odamlar uchun juda ham foydali. Qidirib o'tirmaysizlar, vaqtingizlar anchagina tejaladi. Xarakteristikamizga to'xtalsak, notebookimiz LPDDR5X 8533 MHz li tezkor xotiraga ega. Aynan 16 va 32 GB li versiyalari mavjud. Hamda 1 TB li PCI 4 SSD bilan ta'minlangan. Bu aynan kerakli hujjat, fayl va ma'lumotlar bilan ishlashni shunchaki super darajada tezlashtirib beradi, ishinglar tezda bitadi va o'zingizlarning vaqtinglar ham anchagina tejaladi. Batareyasiga keladigan bo'lsak, 70 Wh. Aynan uzoq ishlash muddati esa 32 soatgacha bitta zaryadkani to'ldirib olsanglar ishlab beraveradi va o'zini 90 wattli zaryadkasi bilan taxminan 40 minutlar atrofida 0 dan to 60 gacha zaryadkalarni to'ldirib olsanglar bo'ladi. Menimcha aynan o'zini segmentidagi eng yaxshi ko'rsatkichlardan bittasini ko'rsatgan, aynan 32 soat vaqt davomida ishlab berib. Albatta, umuman nima desa bo'ladi, uncha-munchaga batareyada uje muammo bo'lmaydi, chunki anchagina vaqtga ishlab beradi. Misol uchun agarda safarga ketadigan bo'lsanglar yoki zaryadka imkoniyatingiz bo'lmaydigan holatlar bo'lib qoladi-yu, aynan o'shanaqa paytlarda bemalol power bank bilan ham zaryadkamizni to'ldirib olsanglar bo'ladi. Bu albatta eng ideal yechimlardan bittasi bo'lgan. Klaviaturamiz ErgoSense juda ham yumshoq va tinch. Aynan bu narsa menga o'xshaydigan insonlar uchun juda ham qo'l keladi. Misol uchun kompyuterda uzoq vaqt davomida bu narsa ish qilayotgan bo'lasizlar-yu, o'sha oxirlariga kelganda asabiylar даже o'sha klaviaturadagi oddiygina tiqirlash deydigan, tiqirlaydigan ovozlarga ham asabiylar buzilib ketadi-yu, ishlaginglar kelmay qoladi. Aynan shu narsalarni oldini olish uchun aynan klaviaturamiz anchagina tinch, asabiylarni buzmaydi o'rtoqlar. Yoritilishi ham avtomatik tarzda. Kechqurun, misol uchun setinglarni o'chirib qo'ysanglar ham, tugmalar qani edi deb qidirib qolmaysizlar, avtomatik tarzda sizlarga yoritib berib tura oladi. Trackpadimiz ham anchagina katta, ishlashga udobni va silliq palm rejection texnologiyasiga ega. O'zi bu narsa nima desanglar, o'zim ham yaqinda bildim. Muhim qanaqadir ma'lumotlar bilan, hujjatlar bilan yoki bu narsa qilayotgan bo'lsanglar,
tasodifiy teginib ketasizlar-yu, o'zingizlar bilmagan holatda barmog'inglar bilan, qo'linglar bilan teginib ketasizlar. Ana o'shanaqa vaziyatlarda unaqa teginishlarni, unaqa sensani umuman chustить qilmaydi. Bu narsani o'tkazib yuboradi. Bu albatta o'sha qanaqadir montaj qilayotganinglardami yo bo'lmasam aynan grafik dizaynerlar bo'lsa, to'g'ri tushunishadi, prям grafikasini buzib yuborishi, o'chirib yuborishi, surib yuborishi shunaqa holatlarni anchagina oldini oladi. Bu ham albatta bizni qulayligimiz uchun qilingan. Tugmalarimizni oraliq masofasi atigi 19 mm ni tashkil qiladi. Chuqurlik bosilishi esa 1.4 mm ni. Va boya ta'kidlab o'tib ketganim aynan keyboard tugmachasini. Bu orqali mana sizlarga kerak bo'ladigan o'sha AI funksiyalaridan bemalol olib kirib ketadi, bemalol foydalansanglar bo'ladi. Ichida juda ham ko'p sizlarga foydasi tegadigan AI funksiyalari bilan boyitilgan. Hamma noutbuklar kabi ZenBook A14 noutbukimizda ham o'zining kamerasi mavjud. Lekin qolgan noutbuklardan farqli o'laroq bizning kameramiz anchagina sifatli, tiniq va anchagina aqlli qolganlarga qaraganda. Nimaga deysizlarmi? Asus AI Sense Full HD AR. Bu foydalanuvchining yuzini tanib olib, ekranni avtomatik tarzda blokirovka qila oladi yoki bo'lmasa blokirovkadan ochib bera oladi. Orqa fonlarni o'zi xiralashtirib, ya'ni blur qilib beradi, yorug'likni ham o'zi upravlять qila oladi va yuzinglarni markazda ushlab berib tura oladi. Albatta, kameramizni sal keyinroq test qilib ko'rsatib beraman. So'tish tizimiga keladigan bo'lsak, Harman Kardon brendidan va anchagina shovqinsiz va og'ir programmalarda ishlatayotganingizda ham unaqa odamga yoqimsiz, baland tovush chiqarmaydi. Asta, sekin, aynan tiniq ishlab berib, o'zini o'zi sovutib tura oladi. Mikrofonlarimizga keladigan bo'lsak, hech qanaqa ortiqcha shovqinlar yo'q. Sababi AI noise cancellation mavjud. Bu albatta shu orqa fondagi ortiqcha shovqinlarni to'liq butkul yo'qotib beradi. Ana endi kelinglar, aynan kameramizda bitta test ko'rsatib beramiz. Haqiqatan ham tiniqmi va haqiqatan ham aqllimi? Keling. Xo'sh, mana o'rtoqlar, kameramizga kirib oldik. O'zi bu rakursdan sizlarga nimaga ko'rsatyapman? Aynan boyagi sanagan funksiyalarimni mana shu joydan bemalol upravlять qila olsanglar bo'ladi. Bosamiz, boya aytgandim, yuzinglarni markazda tanib olib, markazda ushlab berib tura oladi, aynan o'zi upravlять qila oladi. Aynan mana shu birinchisida turibdi, avtomatik koordinatsiya. Misol uchun, buni bittaga o'qiydigan bo'lsak, qarab turinglar. Hoppa, ko'rdinglar, yuzimni tanib oldi va markazga joylashtirib qo'ydi. Bitta o'chiraman, asl holatiga qaytadi. Qaranglar, yana bitta sinab ko'ramiz. Bitta yoqdim, yuzimni analiz qilib oladi va markazga ushlab berib tura oladi. Zo'ra, bu albatta anchagina foydasi tegadigan funksiya hisoblanadi. Xo'sh, освещение лица bu ko'rdinglar, yuzimga ozgina effektni qo'shib berdi, tiniqlashtirib berdi, lekin пока что bu narsani keragi yo'q, o'chirib turaveramiz. Зрительный kontakt bu aynan ko'zimizni kontaktini upravlять qilib berib tura oladi. Buni ham ikkita funksiyasi bor bilasizlar, ko'rdinglarmi? Ikkita funksiyasi bor ekan. Ana endi bu ham hozircha bizga kerak emas, o'chirib turaveramiz. Va sizlarga boya aytgandim, orqa fonni blur qilib beradi. Bitta yoqamiz, ko'rdinglar, orqa fonimizda blur qilib berdi. O'zi buni ikkinchi funksiyasi ham bor ekan. Bu qanaqadir uncha ham yaxshi blur qilmas ekan-ku, ozgina yumshoqroq xiralashtirib berar ekan. Birinchisiga qo'yib qo'ysak, orqa fonimiz umuman ko'rinmaydi. Bu albatta shu o'qishda o'qiyotgan paytinglar, qanaqadir yoki ishinglarda majlis qilayotgan bo'lsanglar, noutbukimiz orqali juda ham qo'l keladi. Nimaga? Orqa foninglar agarda uncha o'zingizlarga yoqmaydigan bo'lsa yoki ko'rinishini xohlamaydigan bo'lsanglar, shunday bitta yoqib qo'yasizlar. Shu bilan juda ham foydali funksiya haqiqatan ham. Va filtr qo'shib qo'ysanglar bo'lar ekan. Hoppa, ko'rdinglarmi? Boshqa funksiyalarga ham o'tkazib ko'ramiz, lekin filtrlari unaqa ham nimaga kerak unisini bilmadim, lekin filtr ham bizga hozircha пока что kerak emas, shuning uchun ham o'chirib turaveramiz. Aynan mana shu 3 ta funksiyalarimiz juda ham yoqdi va aslında o'sha 4 ta funksiyamiz juda ham yoqdi, lekin mana oxirdagi filtrni nimaga ishlatish kerak, unisini bilmadim. Aytsa, mana shu hamma narsani yoqib qo'ysak, anchagina hammasi bizga juda ham foydasi tegadigan funksiyalar hisoblanadi. Noutbukimizning portlariga keladigan bo'lsak, bitta HDMI 2.1, ikkita Type-C va bitta mikrofon va naushniklarni ulash uchun AUX portlari ham mavjud. Aynan boya aytganimdek, zaryadkalarni mana shu Type-C portidan bemalol to'ldirib olsanglar bo'ladi. Va HDMI 2.1 porti orqali agarda sizlarga qo'shimcha monitorlar kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, bemalol aynan mana shu portimiz orqali qo'shib noutbukimiz bilan birgalikda ishlatishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, noutbukimizning ikkinchi tomonida USB-A portimiz ham mavjud. Bu albatta mikrofon yoki bo'lmasam qanaqadir mishka yoki aynan USB-A bilan ishlaydigan qurilmalarni
bemalol ulash imkoniyatini beradi. Xo'sh, ana endi sizlarga bu noutbugimiz bo'yicha o'zimni umumiy xulosalarim va bu noutbugimizni kimlar sotib olish kerak, kimlarga maslahat beraman, shu haqida gapirsam. Birinchi navbatda baribir ham noutbukni o'zingiz uchun sotib olasizlar. Mощность jihatdan juda ham kuchli o'rtoqlar. Montaj programmalarini ham va o'zingizlarning ofis ishinglarni ham bemalol bitirsanglar bo'ladi. Ko'rinish jihatdan ixcham, ingichka, premium klassdagi noutbuk va anchagina yengil. O'zingizlar bilan olib yurganda hech qanaqa og'irlik his qilmaysizlar. Va u kun nazar tashlaganda ham ko'rib turadi premium klassdagi noutbukligini, ixcham va albatta noutbuk o'zini ham va sizlarni ham hech qanaqa joyda uyaltirib qo'ymaydi. Kimlarga maslahat beraman? Birinchi navbatda o'sha ishli insonlarga. Agarda ofisdan tashqarida ko'p, misol uchun ishinglar chiqib qoladigan bo'lsa, bemalol tavsiya qilaman. Qo'lingizda ham ko'tarib yursanglar bo'ladi, portfelingizga solib olsanglar, shu sumkalarga solib olsanglar, xohlagan shu unaqa ko'p ish stoli talab qilmaydi. Har qanaqa sharoitda bitta qo'yasizlar, ishinglarni bitirib ketasizlar. Yoki bo'lmasam sayohatga ko'p chiqadigan insonlar bo'lsa, mustahkamlik jihatidan umuman xavotir qilmasanglar bo'ladi. Shu barmog'ingizda qolmaydi uncha-munchaga va qarilmaydi ham, chizilmaydi ham ancha-muncha. Chunki shu harbiy standartlardan bemalol o'tgan sertifikatlari bor. Sayohatda shu o'zingizlar bilan sumkalarga solib olsanglar, har qanaqa joyda ishlatib yurasizlar. Va eng maza qiladigan tarafini aytaymi? Agarda ishoninglar, farzandinglar bo'lsa, farzandinglarga tug'ilgan kuniga o'qish uchun badarka qiladigan bo'lsanglar, shunaqa darajada xursand bo'ladi. Juda ham ko'p ishlarni bitirib oladi ishoninglar. Ham o'qishdagi, agarda montaj programmalarida ishlaydigan bo'lsa, montajyor bo'lsa, montaj ishlarini ham bemalol bitirib olsa bo'ladi va shu student, ya'ni talabalar uchun va maktab o'quvchilari uchun juda ham premium klassdagi eng yaxshi sovg'alardan bittasi va hech qachon bu sovg'alarni unutmaydi ishoninglar, chunki ancha yil xudo xohlasa xizmat qilib beradi. Shu o'qishdagi ishlarida va o'zini shaxsiy ishlarini bitirishda har doim ko'makdosh bo'ladi. Shu bilan o'rtoqlar, aynan mana shu noutbugimizni chiroyli obzor qilib berdim degan umiddaman. O'zingizlar uchun xulosalar chiqargan bo'lsanglar, men aynan o'zimning maqsadimga erishdim. Har doimgidek o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, joningizlar sog' bo'lsin, hech qachon harakatdan to'xtamanglar. Xudo xohlasa, keyingi videolarimizda ham shunaqa obzorlar qilib gaplashib o'tirish nasib qilsin.